Namanganning olmasi, anori bordir ey. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz Vodiyning Namangan viloyati Pop tumaniga kirib kelyapmiz. Bu yerda bizni doimiy mijozlarimiz istiqomat qilishadi. Hozir ulardan biriga qo'ng'iroq qilganimizda men daladaman, kelmay qo'yavering deyishdi. Yo'q. Biz doimiy mijozlarimizdan hol ahvol so'rash uchun Toshkentdan Vodiyga yo'lga chiqqan ekanmiz. Dalada bo'lishadimi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta ularni huzuriga borishimiz kerak. Chunki mahsulotimizni iste'mol qilayotgan insonlardagi o'zgarishni o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz va ularni roziligini o'z tillaridan eshitishligimiz boshqacha albatta. Bizga hamroh bo'ling. Bismillah, qani ketdik. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Hormang, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz Salomatmisiz? yaxshi keldinglarmi? Charchamang. Rahmat. Sizga Al-Hadaya jamoasi alangali salom aytishdi. Rahmat. Ana bu jamoamiz tomonidan sizga hadiya. Rahmat. Ruxsat bersangiz, sizni ishdan qoldirmasam, ozgina suhbatga taklif qilaman. Mayli, bemalol. Mashallah, rahmat. Qanaqa dehqonchilikni yig'ishtiryapsizlar hozir? Nima hosil bu? Yer yong'og'i. Sog'lig'imda oyog'im, belim og'rirdi. Qabziyat kasalim bor edi, ich qotishi. Immunitetim past edi. Tez kasal bo'lib turaman. Bir hafta davlinam tushib ketardi. Hozir o'sha Al-Hadaya ichgandan beri ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Pashta 1 yildan beri yaxshiman. Ancha o'zimni yengil tortyapman-da. Keyin bemalol yuryapman, oyoqlarim yaxshi. Xudoga shukr, bemalol o'tirib turaman. Cho'kkalab ham o'tirish mumkin emas, o'tira olmasdim. Panisada har yili yotib chiqardim. O'sha xususiylarda yotardim. Mumkin 15 kun ham yotardim. Iloji bo'lsa 3-4 kunda telefon qilishdi. Opajon, nima qilyapsiz? Yaxshimi, ichyapsizmi? Normalniy anaqa bo'lyapsizmi? So'rashyapti. Yaxshiman, Xudoga shukr. Bo'ldi, yaxshi, sog'ligingiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Shunaqa deb so'rab turishadi. Kasal bo'lganim yo'q. Foydasi tegdi dedi. Bolalar ham shunaqa dedi. Ash foyda qildi shekilli. Ya dedi, ha, o'sha zo'r ekan, shuni yana ichamiz. Sen bo'pti, Xudo xolasa yana olamiz. Yana bir lechini ichasiz deb shunaqa deyapti. Ko'p yursam ham hansirab qolardim. Bunaqa hansirashlarim yo'q. Naqlaga borib kelyapman 2 kilometrga misol. Piyoda boryapman. Piyoda yursam, hojatxonaga borganimda hansirab kasal bo'lib qolardim. Hozir unaqalar yo'q, yaxshi, Xudoga shukr. Amin. Doim ishlaringga omad bersin. Al-Hadayadagi hamma ishlayotgan ishchilarga ham Ro'zoqtani joni sog' bo'lsin. Hammani sog'lom qilayotganlaring uchun rahmat sizlarga. Umrlaring uzoq bo'lsin, ishlaringga omad bersin. Doim hamma menga o'xshaganlar ichib, sog'ayib, otday bo'lib chopib yursin, ilohim. Hozir 25 yosh qiz deyman, 55 ga kirgan bo'lsam. Kuch-quvvatim yaxshi, Xudoga shukr. Yana ichishga Alloh nasib qilsin. Ishlaringga omad, hammaga sog' salomatlik tilayman. Allohu akbar. Qadrli do'stlar, siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, O'zbekistonning qaysi hududida bo'lishingizdan qat'iy nazar, inshaalloh yetkazib berish xizmati ham bepul va mana shunday yoningizga borib xabar ham olib turamiz. Chunki bu chiroyli gap uchun emas, marketingda ishlatiladigan chiroyli gaplarni gapirish uchun emas, haqiqatdan ham butun jamoamizni bosh maqsadi aziz mijozlarimizni rozi qilish va birinchi navbatda bu xizmatdan va bu hamkorlikdan Alloh rozi bo'lsin. Bismillah.